Bunisini bilaman-ku, deb reels o'tkazib olishga shoshilmang. Bu retsept asosida siz aniq tayyorlab ko'rmagansiz. Chunki hali sizga hech kim bu darajada vazdushni chiqadigan, teglari olmasdan, ichlari bilan pishib chiqadigan retseptni sizga hali berishmagan. Tuxum bilan shakari shunaqa oppoq bo'lib ko'pirib ketguncha mikser qilib, unga iloji boricha qaymoq, agar bo'lmasa qatiq solib, ketidan o'simlik yog'ini solib bitta aralashtirib yuboramiz va 10 razrıxlitel vanilini ham oz-ozdan solib, shunaqa quyuqqina massa hosil qilamiz va ustidan issiqqina suvlarni solib, massamiz silliq bo'lib aralashib ketguncha aralashtirib yuboramiz. Qolgani o'zingizning xohishingizga ko'ra. Xohlasangiz massani mandaka ikkiga bo'lib, bittasiga kakao qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Endi keksiz teglari yopishib qolmasdan chiroyli bo'lib ko'chishi uchun birinchi sariyog' surtib olamiz, keyin unlidan sepib, qolip tagida ortiqcha unlidan qoldirmaymiz va massani ichiga qo'yib, ustidan xohishga ko'ra shokoladlidan sepib, oldindan qizdirilgan duxovkada 30-35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Va qarabsizki, juda ham mazali 100 ta kremli pirojniyizdan zo'r chiqadigan chuda pirog ham pishib chiqdi. Retseptni albatta saqlab qo'ying, yo'qotib qo'yasiz.